Ushbu videoda efir orqali buyurtma olishni ko'rib chiqamiz. Sizda Yandex xarita hamda Yandex navigator ilovalari o'rnatilgan bo'lishi lozim. Hozirda buyurtmalar mavjud emas. Ilovaga kirganingizda sizga yaqin bo'lgan yangi buyurtmalar haqida sizga xabar berib boriladi. Bizga yaqin buyurtma tushgani haqida xabar keldi. Buyurtma ma'lumotlarini ko'rish mumkin. Bunda xaritada start va finish manzillarini ko'rish mumkin hamda mijozdan olinadigan summa, bonus miqdori, mijozgacha va finish manzilgacha bo'lgan masofalarni ko'rish mumkin. Qabul qilish tugmasini bosamiz. Buyurtma oynasida buyurtmani boshqarish tugmasi, navigatsiya hamda qo'ng'iroq tugmalari mavjud. Quyida mijozdan olinadigan jami summa, start va finish manzillari, kutilgan vaqt uchun to'lov, bonus miqdori, masofa, buyurtma ID raqami hamda buyurtmani bekor qilish tugmalari mavjud. Endi navigatsiya tugmasini bosamiz. Navigator orqali mijozga yetib boramiz. Ilovaga o'tib, yetib keldim tugmasini bosamiz va mijoz chiqishini kutamiz. Mijoz chiqayotgani haqida xabar berganida yuqorida xabar beriladi. Mijoz avtomobilga o'tirganidan so'ng ketdik tugmasini bosamiz. E'tibor bering, agar mijoz uni bezovta qilmaslikni ko'rsatgan bo'lsa, sukut saqlang belgisi ko'rsatiladi. Bunda zarurat bo'lmaganda mijozga gapirmaslikni tavsiya etamiz. Mijozni kutish vaqtida kutish tugmasini bosasiz. Endi navigatsiya tugmasini bosamiz. Manzilga yetib borgandan so'ng ilovaga o'tib, yakunlash tugmasini bosamiz. Yakunlangan buyurtmalarni buyurtmalar tarixi oynasida ko'rish mumkin. Safar oynasida buyurtma ma'lumotlari hamda bonus holatini ko'rish mumkin.